Hop, 60-cı misolga qaraysizlar. 60-cı misoldan. 5 ga bo'lganda 2 qoldiq qoladigan dastlabki 23 ta natural sonlar yig'indisini toping. 5 qanaqadir sonni 5 ga bo'lsa, qoldiq 2 qolishi kerak. Nechadan boshlanadi? 2 dan boshlanadi. 2 7 5 ni qo'shib ko'tarasiz. 12 hop 17 va hokazo. Oxiri nechiligini bilmaymiz. n bo'lsin mana. Shular yig'indisini topishimiz kerak. Aytaylik, bunda birinchi xat nimaga teng? 2 ga teng. Hop, ikkinchi xatchi 7 ga teng. Ayirmasi 5 ga teng. Bo'lgan arifmetik progressiya. Dastlabki 23 ta xadi deyapti-ku. Hop, mana buni A23 desak bo'ladimi keyin oxirgi xadini? Mana bu oxirgi xadini necha deymiz? 23. Demak, A23 ni topa olamiz. A23'imiz A1 plus hop 22 ta desak, A1 o'rniga 2, 22 ko'paytirganda o'rniga 5 qo'shsak, natija hop, mana bu 110, 112. Demak, 23-xatimiz 112 ga teng. Arifmetik progressiyaning formulasiga ko'ra, xatlar yig'indisi formulasiga ko'ra A1 plus AN taqsim 2 ko'paytirilgan nima edi? N edi. Birinchi xatimiz 2, n'inchi xatimiz, ya'ni 23-xatimiz hop 112 taqsim 2 ko'paytirilgan xatlar soni 23. 114 ni 2 ga bo'lsak 56 mi? 114 ni 2 ga bo'lamiz. 57. 57 kara 23. 57 ga 23 ni ko'paytirsak 21 2 yotda 15 17 14 11 mi? 1 1 2 1 1211 ekan natija. Hop, birinchi javobi to'g'ri chiqqanimiz kerak. Xato qildikmi? 1300 mikan? 1300 11 yozib qo'yasizlar bularni. 64-misolga qaraysizlar. 64 ta barcha 4 xonali sonlar yig'indisi qanday raqam bilan tugaydi? 4 xonali sonlar nechadan boshlanardi? 1000 danmi? 1001 plus 1002 plus va hokazo plus 9994. Demak, ketma-ket tartib 99. Ketma-ket tartibda joylashgan bu. Ketma-ket tartibda joylashgan bo'lsa, nechta son borligini aniqlash muammo emasmi? Xatlar soni n edi. Xatlar sonini oxiridagi xatdan bundan bitta oldingisini ayirib tashlasam, nechta bo'ladi? 9000 tami? 9000 ta xat bor shu yerda. Tushunarli? Demak, qo'shib borilayotgan son nechi? D-ning qiymati 1 ga teng. Xullas, arifmetik progressiyaning xatlar yig'indisidan foydalansak, A1 plus AN taqsim 2 ko'paytirilgan xatlar soni desak, birinchi xatimiz 1000, oxirgi xatimiz 9999 taqsim 2 ko'paytirilgan xatlar soni 9000 ta. Hop, hisoblab qo'yasizlar o'zlaring, yozib qo'ying. 68-misolga qaraysizlar. Hop, 68 da 30 ta ketma-ket natural sonlar yig'indisi 1215 ga teng. Nechidan boshlangani noaniqmi? Bu sonlarning eng kichigi nechiga teng bo'ladi deb savol berdi. Demak, A1 plus A2 plus A3 va hokazo nechta? 30 ta ekan. 30 ta ketma-ket kelgan natural sonlar yig'indisi 1215 ga teng. Bu sonlarning eng kichigi nechaga teng bo'lishi mumkin? Eng kichigi qaysi? A1 mi? A1 da so'rayapti. Ketma-ket deyilsa, D-ning qiymati nechaga teng edi? 1 ga teng. To'g'rimi? 1 qo'shilib ketaversa, ketma-ket bo'ladi. Xo'p, demakki, formulaga ko'ra xatlar yig'indisi formulasi A1 plus A30 taqsim 2 ko'paytirilgan 30 teng 1215. Hop,
A1 plus A30'ni A1 plus 29'da D desak, mahrajda 2. Aytgancha. Mayli. Ko'paytirilgan 30 teng 1215 desak. Ikkita A1 plus 29 ko'paytirilgan D o'rniga necha qo'yamiz? 1. Buni bunga bo'lsak 15. 1215 dan 15 ga bo'lsak bo'linadimi? 1215 15 ga bo'lsak 121 ichida 8 tadan 120 81 ekan. 81. Xo'p, shunday ikkita A1imiz 81 dan 29 ayirganimizga teng. Necha qoladi ayirsam? Xo'p, 2 52 mi? 52 ni 2 ga bo'lsam A1imiz 26 lik kelib chiqar ekan. Do'stlar. 70-misolga qaraysiz. 70 deychamiz. Dastlabki 200 ta juft natural sonlarning o'rta arifmetikini toping. Dastlabki 200 ta juft natural sonlar 2 dan boshlanadimi? 4, 6 va hokazo. Oxirgisi 200 bo'ladimi? Qancha bo'ladi? Nechiligini bilmaysan-ku. 200 ta juft son degan. Endi aytaylikki 400 dir. Lekin hadlar soni 200 ta bo'lishi kerak-ku. To'g'rimi? Chalg'itadigan joyi shu. Balkim 400 dir. Men ishonmayapman 400 ga. Shu dastlabki 200 ta desa, mana bu A nechi? 200-xat bo'ladimi? O'sha A 200-xatni topish muammo emas-ku. A 200-xat, demak, birinchi xati 2, qo'shib borilayotgan son ham 2. A 200-xatni topsak, A1 plus 199 ta D. A1 o'rniga 2, D o'rnigachi 2 qo'ysak, hop 200 plus 2 plus 18 bir yoqda 18 19 398 mi? Qo'shsak necha ekan? 400 ekan. Hop, demak, formulasiga ko'ra A1 plus A200 taqsim 2 ko'paytirilgan necha deymiz? 200 deymiz. Birinchi xadi 2, oxirgi xadi esa 400 taqsim 2 ko'paytirilgan 200. Mana bu 100 bo'ladi. 400 ni 2 ga 100 ni ko'paytirishimiz kerak. 40.200 bo'ladimi? Yo'q. Yozib olasizlar. Aytgancha bunda o'rta arifmetikni toping degani. Xo'p, muammo emas. O'rta arifmetik bo'lsa 200 ta sonni nechaga bo'lamiz? 200 ga bo'lasan. O'rta arifmetik 200 ta sonni yig'indisi taqsim 200. Xo'p, tagida necha 100 bor? 200 bor. 200lar qisqarar ekan. Shundayga, mana bu 200laring o'chadi. Shundaymi? Shunda o'zi qolar ekan. Demak, 400 ni 2 taqsim 2 natija 200 birga kelib qolar ekan. Yozib qo'yasizlar. 71-misolda qaraysizlar. Quyidagi rasmdagi ketma-ketlik bo'yicha 50-o'rinda turgan shaklda nechta birlik kvadratlar bo'yalgan? Demak, birinchisida kitoblaringga qarasang bittasi bo'yalgan, ha? To'g'rimi? Ikkinchisiga qarasangchi 3 tasi bo'yalgan. Uchinchisiga qarasangchi 6 tasi bo'yalgan. Mana 3 ta, 5 ta. Xo'p, mana bu to'g'rimi? Xo'p, bunda 6 tasi bo'yalgan. Keyingisidachi 10 tasi bo'yalgan va hokazo. Qara, 1 ga 2 ni qo'shyapsan, 3. 3 ga qara. Bunga 2 qo'shilyapti. Bunga 3 qo'shilyapti. Bungachi 4 qo'shilyapti. Значит, keyingisiga necha qo'shiladi? 5 qo'shiladi. 50-o'rinda turgan deyapti. Qara, mana bu birinchi o'rin deylik. Xo'p, mana. Xo'p. Aytaylik mana. Mana birinchi o'rinda turibdi. Bunisi-chi? Ikkinchi, mana uchinchi, bunisi to'rtinchi, bunisi beshinchi va sendan nimani so'rayapti? 50-o'rinda turgan. Xo'p. 50-o'rinda turgan mana bu kvadratchalardan nechtasi bo'yalgan deb savol beryapti. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, demak, bunda bittasi bo'yalgan, ikkitasi bo'yalgan. Birinchisini x1 deb turay. Nechta bo'yalgan bunda? Bitta. Ikkinchisida x2 deb turayin. 3 ta bo'yalgan. Uchinchisidachi 6 ta bo'yalgan. To'rtinchisidachi 10 ta, beshinchisidachi 15 ta va hokazo. Sendan
x 50-sida turganda nechta kvadratlar bo'yalgan deb savol beryapti. E'tibor qilasizlar. Xo'p. Mana buni 1 plus 2 desam. Ha? Buni esa 1 plus 2 plus 3 desam. Bunisini 1 plus 2 plus 3 plus 4 desam 10 ga tengmi? Nima? Keyingisini-chi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 desam. Shu tartib davom etyaptimi? Qayergacha? 50 gacha xuddi shunday. 5 bo'lsa 5 bilan tugayapti. 4-xat bo'lsa 4 bilan tugayapti. 3 bo'lsa-chi 3 bilan tugayapti. Значит 50 bo'lsa-chi 50 bilan tugaydi. 1 plus 2 plus 3 va hokazo plus 50. Shularning yig'indisini topsak, hop nechta kvadrat bo'yalganligi kelib chiqar ekan. 1 plus oxirdagi xat 50 taqsim 2 ko'paytirilgan xatlar soni 50 ta. Hop 51 ko'paytirilgan 25. Qancha deysizlar? Ha? 1275 ga kelar ekan. Hop, misol tushunarli bo'lgan bo'lsa yozib qo'yasizlar. 76-misol. Chizmada birinchi qatorda bitta, ikkinchi qatorda ikkita, uchinchi qatorda 3 ta va hokazo. Qarang. Birinchi qatorda bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta va hokazo. Nima degan? Aylanmalar chizilgan. Ushbu qonuniyatga ko'ra jami aylanmalar soni 325 ta bo'lsa, jami aylanmalar soni deyapti. Mana bitta, ikkita, 3 tani qo'shsang, shunda 325 ta aylana chizilgan. Tushunarlimi? Oxirgi qatordagi aylanmalar sonini aniqlang. Demak, jami aylanalar soni 325 ta ekan. Oxirgi qatordagi aylanalar sonini so'rayapti. Qanday qilamiz? Ha? Mana buni A1 desak, A2 desak, to'g'rimi? A3, A4 va hokazo. AN deymiz-da, to'g'rimi? AN desak. Demak, A1 plus A2 plus A3 plus va hokazo plus aylanlarning yig'indisi jami aylanlar soni qancha? Hamma tushundimi yo'qmi? Aylanlar sonini qo'shsak. Hop. Endi A1 1, A2 2, 3-chi qatorda 3 ta, tushunaymi? 4-chi qatorda 4 ta va hokazo, oxirgi qatorda AN ta deylik. Teng 325. Hop. AN tem demaylik shuni. Hop, x deylik. Nasıl? X desam. 1 plus x taqsim 2 ko'paytirilgan nechta xati bor deysizlar keyin? X ta. Ne? X ta xati bor. Shundan hop, proporsiya qilsak x kvadrat plus x teng ko'paytirsam 10 5 650. X kvadrat plus x minus 650 natijasi teng 0 bo'lsin. Dizlarni ayta olamizmi? 26 yu x1 minus 26, x2 25. Manfiyni ololmaysizlar, chunki xatlar soni manfiy bo'lmaydi. Demak, x 25 bo'lsa, oxirgi xati nechaga teng ekan? Yo'q. 25 ga teng bo'ladi. Mana x 25 bo'lsa, mana bu 25-xatda aylanmalar soni 25 ta bo'ladi. Yozib qo'yasizlar. 9-misolga qaraysizlar. 79 yechamiz. Sotuvchi birinchi kuni 100 ta daftar sotdi. Agar u har kuni oldingiga qaraganda 10 ta ko'proq daftar sotsa, bir haftada qancha daftar sotadi? Demak, birinchi kuni qancha sotgan? 100 ta. Ikkinchi kuni 10 ta ko'p sotgan. 110 tami? Uchinchi kuni yana 10 ta sotsa, 120 ta. To'rtinchi kun 130 ta. Beshinchi kun 140 ta. Oltinchi kun 150 ta. Demak, 7-chi kunchi. Shundayga bir hafta o'tadimi? Demak, bir haftada,
ya'ni bir haftadagi sotgan daftari. Bu bir haftada qancha daftar sotadi? Demak, nima deymiz? 100 plus 160 taqsim 2 xatlar soni 7 ta. Bundan 260 taqsim 2 ko'paytirilgan 7. 260 ni 7 ga bo'lsak 130 kara 7. 910 ta daftar sotgan ekan bir haftada. Tushunarli? Yozib qo'yasizlar. 81-misol qaraysizlar. 81da sotuvchi har kuni oldingi kundagiga qaraganda 5 ta daftar ko'p sotgan. Agar sotuvchi 10 kunda 525 ta daftar sotsa, birinchi kunda nechta daftar sotgan? Masalan, oldingi kuni aytaylikki, n ta daftar sotgan bo'lsin. Tushunarlimi? Demak, oldingi kuni n ta daftar sotsa, u har kuni 5 ta ko'p daftar sotgan. Keyingisi n plus 5. Keyingisi yana 5 ta ko'p sotsa n plus 10. N plus 15. Necha kunda degan? Sotuvchi 10 kunda 525 ta daftar sotgan bo'lsa. Hop, 2 4 bo'ldi. Demak, n plus 20, n plus 25, n plus 30, değil mi? Hop, birinchi kun 2 3 4 5 6 7-chi kun bo'ldi. 8-chi kun 35 bo'ladi, 9-chi kuni 40 bo'ladi, 10-chi kunichi 45 bo'ladi. Demak, 10-chi kuni n plus 45 desa. Demak, bu birinchi xat, ikkinchi xat va hokazo. Mana buchi 10-chi xat. Xo'p. Sotuvchi 10 kunda 525 ta daftar sotibdi. Demak, A1 plus, A2 plus va hokazo A10. 10 kunda 525 ta daftar sotgan. Nima uchun A deb belgilayapman? Arifmetik progressiya deyapman. Chunki har bir xatiga 5 qo'shilib ketyapti. Hop. Bu esa A1 plus A10 taqsim 2 ko'paytirilgan 10 ta xati bor. 525 deylik. Ular qisqarsa 5 qoladimi? A1 plus A10'imiz 105 ga kelsin. Birinchi xatimiz n ga teng. 10-chi xat n plus 45 ga teng. Teng 105. Ikkita n qancha? 60 emasmi? N teng 30. Demak, birinchi kun 30 ta daftar sotgan ekan. Yozib qo'yasizlar. 84-misolga qaraysiz. 84 da mana bu ketma-ketlikning dastlabki 16 ta xat yig'indisi 480 ga teng ekan. Dastlabki 16 ta xat desa, nima deymizmi? S16 deymizmi? Ya'ni A1 plus, A2 plus va hokazo A16. Shunimiz nechiga teng ekan? Ya'ni A1 plus A16 taqsim 2 ko'paytirilgan 16. Hop, 480 ga teng ekan. Tushunarli? Hop, bo'lsa x ning qiymatini so'rayapti. Hop, nimalarni ayta olamiz bundan? Ha? Hop, mayli, unisi muammo emas. Mana bu A birinchi xat, bunisi ikkinchi xat, mana bu esa uchinchi xat desam. Ha. Birinchi xat demak x plus 2 bo'lsa, ayirmasi nimaga teng? Ikkinchi xatdan birinchi xatni ayirsak, d ga tengmidi? Dimiz, ya'ni ikkinchi xatimiz 2x plus 4 ayrilgan, birinchi xatimiz mana bu bo'lsa, minus ta'sir qilsin. Minus x minus 2. Bundan x plus 2 kelamiz. D ning qiymati shunga teng ekan. 16-chi xatni topsak, A1 plus 15 ta D deylik. A1'imiz x plus 2 plus 15 ko'paytirilgan D ning qiymati ham x plus 2. Bundan 16 ta x plus 32 keladimi? A1 o'rniga значит necha qo'yamiz? X plus 2. A16 o'rniga 16x plus 32. Mahrajda aytgancha shu sonlarni hisoblab qo'yaylik. Buni bo'lsam nechi? 8 bo'lsak 60. Hop, bundan 17 ta x
plus 34 teng 60. 60'dan 34'te ayırsak 26. X'nin kıymeti 26 taqsim 17 mi? Cevabı qanday? Hop, yozib qo'yasizlar. 86-misol. Dastlabki 100 ta xad yig'indisi 200 ga teng. Dastlabki 200 ta xad yig'indisi 100 ga teng. Hop, dastlabki 300 ta xad yig'indisini toping deyapti sizlarga. Hop, formula bor, eslab turasizlar. S m plus n teng m plus n taqsim m minus n ko'paytirilgan m ta xad yig'indisidan n ta xad yig'indisining ayirmasi. Shu narsani eslab turasizlar. Demak, S 300 da S 200 plus 100 desak o'rnimi? Buni esa 200 plus 100 taqsim 200 minus 100 ko'paytirilgan S 200 ta xad yig'indisi. Ne qilsalar bo'ladi? Hop, S nima deymiz? Musbatdan manfiyni ajratishadi xolos. S 200 ta xad yig'indisidan S 100 ta xad yig'indisining ayirmasi. Tushunarlimi? S 300 imiz teng bo'ladi shundayga. Hop, 300 taqsim 100 ko'paytirilgan. Hop, S 200 imiz qanchaga teng? Hop, minus 100. S 200 imiz deyapman. 100. S 100 chi? 200. Bu esa 3 ko'paytirilgan minus 100. Natija minusdan 300 mi natijamiz? Hop, qaranglar. Dastlabki 100 ta xad yig'indisi 200 deyapti-ku. Dastlabki 200 ta xad yig'indisi 100. Значит, qara dastlab 100 ta xat qo'shyapti, 100 bo'lib 200 bo'lyapti. Yana ustiga yana 100 ta xat qo'shiladi-ku keyingisi. Dastlabkidan boshlab hisoblayapti, 100 bo'lyapti. Demak, kamayuvchi bu. Hadlar kamayuvchi bo'lib ketaverganda. Dastlabki 300 ta bo'lsa, undan ham kamayib ketganda. Natija qancha bo'lib qoldi? Minus 300 bo'lib qoldi, yozib qo'yasizlar. 88-misolda tenglamani yeching debdi. Mana bu x ning qiymatini topishimiz kerak. Demak, birinchi xadi 1, ikkinchi xadi 3. Nechiga ortib ketyapti? 2 ga ortib ketyapti. Demak, A1 progressiyada to'g'rimi? Arifmetik. A3, A4 va hokazo AN. Eshitganligini bilmaymiz. Xo'p, agar shu ketma-ket bo'lganda nima bo'ladi? Masalan, aytaylikki 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus va hokazo plus x bo'lganda edi. 1 plus x taqsim 2 ko'paytirilgan x ta xadi bor deyalarmidik? Shunday, x ta xadi bor deyalarsan-da. Ya'ni masalan, mana yerda 65 turgan bo'lsa, 65 ta son bor. To'g'rimi? Agar 100 turgan bo'lsa, 100 ta son bor deb aytar edik, masalan. Bu yerda endi ayta olasanmi shu gapni? Ketma-ket emas. Muammomas, qarang. Xo'p. Nechta xadi borligini topish uchun AN dan foydalanaylik. ANimiz nimaga teng? X ga teng. AN ning formulasi A1 plus D n minus 1 teng x. A1 o'rniga 1 qo'shib borilayotgan son 2 teng x bo'lsin. Shundan n minus bunday qilsak, n minus 1 ni topsam, x minus 1 taqsim 2 ga keladimi? X dan 1 da ayirdim va mana 2 ni ham bo'lib oldim. 1 ham qo'shib o'tsa-chi? n minus 1 teng bo'ladi, n teng bo'ladi x minus 1 taqsim 2 plus 1 bo'lsa, undan n ning qiymati x minus x plus 1 taqsim necha keladi? Shuncha xadi bor ekan. Tushunarlimi? Demakki, formulaga ko'ra A1 plus AN taqsim 2 ko'paytirilgan n teng shu nechiga? 361 ga. A1imiz 1 ga teng, oxirgi xadimiz x ga teng. Xadlar sonichi x plus 1 taqsim 2 teng 361. Bundan 1 plus x ning kvadrati yoki x plus 1 ning kvadrati teng bo'ladi 361 kara necha? 4 bo'ladimi? 2 kara 2. Kvadrat ildiz chiqarib olsak, musbatni olamiz, manfiy shart emas. X plus 1imiz teng 361 dan 19 mida?
19 kvadrat 361. Ko'paytirilgan 4 dan necha chiqadi? 2. Mana bu 38 bo'lsa 1 dan ayrsam x qiymati 37 ga kelar ekan. Hop, bu holat ketma-ket bo'lganda o'rinlaydi. Ketma-ket bo'lganda hadlar sonini x deb ketardik. Yozib qo'yasizlar. 91-misolga e'tibor qilasizlar. 91 da mana bu berilgan x kvadrat minus x qiymatini so'rayapti. Aytaylik, shundan hammasidan bir taqsim x ni qavsni tashqariga chiqarib olsam, nimalar qoladi ichida? X minus 1, hop, x minus 2, x minus 3 va hokazo. Oxirida necha qatnashgan? 1 teng 15. Bunga nima deysizlar? Hop, x minus 1 ga dan 1 ni ayirgan nima bo'lgan? Ya minus 1 da qo'shgan deylik. Minus 1 da qo'shgan x minus 2 bo'lgan. X minus 2 ga minus 1 da qo'shsa x minus 3 bo'lgan. Bunaqasiga qaytsamchi, x minus 3 ga nima qo'shganmi x minus 2 bo'ladi. Qarang, shuni bunday bu tartibda yozib olsam, qarang. 1 taqsim x 1 plus va hokazo. Oxirida x minus 1 hop plus x minus 2 plus x minus 3 desak, ularda farqi yo'q, to'g'rimi? Teng 15. Demak, mana bu birinchi xat. Mana buchi oxirgi xat. Qo'shib borilayotgan son necha? Bu holatda 1 mi? Mana bu holatdachi? Minus 1. Bu holatda minus 1 edi. Bunday yozib 1 bo'lib qoldi. Farqi yo'q uni. Ha. Mana bumi? Hop, mana bunda 3, 2, 1 edi, to'g'ri. Xo'sh, nimalarni keltira olamiz bundan? Qarang, qavs ichi beradi sizlarga 1 taqsim x a1 plus an taqsim 2 ko'paytirilgan n teng 15. Qavs ichi shu narsada. a1 bor, nechiga teng? 1 ga teng. an bor, x minus 1. Bizga nima kerak bo'ladi muhim? n. Endi qayerda topamiz? an dan foydalanamiz. an teng a1 plus d n minus 1. Hop, an o'rniga x minus 1, a1 o'rniga 1, d o'rniga 1 ko'paytirilgan n minus 1. Mana bu bir yoqqa ayrishib o'tsa, x minus 2 teng n minus 1. Bir yoqqa yana qo'shib o'tsa, n minus x minus 1, x minus 1 teng, yani demak hadlar soni nechta ekan? X minus 1 ta. Qo'yamiz, qarang. 1 taqsim x. a1 o'rniga 1, an o'rniga x minus 1 taqsim 2, n o'rniga x minus 1 teng 15. Shundan x topishimiz kerak. Hop, nimalar qilamiz? 2x ga ko'paytirib yuborsammi? Ha? Nimalarmi? Birlar. X lar ham qisqarar ekan, bo'lsa 2x ga ko'paytirish shart emas. 2 ga ko'paytirsak ham bo'lar ekan. Hop, bu yerda 1 taqsim 2x minus 1 qoldi, natija x minus 1 teng 30. Bundan x qiymati 31 ekan. Sizlardan x kvadrat minus x ning qiymatini so'ragan. Hop, 31 ni, ya'ni x ni chiqarib olsam bundan x minus 1 ga keladimi? Demak, 31 minus 1. Hop, 31 kara 30. 930 ga kelar ekan. Masalan, javobi topildi. Yozib qo'yasizlar. Formulaga e'tibor qilasizlar. Demak, 1 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati, 4 ning kvadrati va hokazo plus n kvadrat bo'lsin. Ketma-ket kelgan sonlar uchun. Hop. n plus 1, 2n plus 1 taqsim 6. Formulani eslab qolasizlar. Kvadratlar yig'indisi uchun formula. Tushunarlimi? Hop, kublar yig'indisi uchun formula ham bor. 1 ning kubi, 2 ning kubi, 3 ning kubi,
3ning kubi, 4ning kubi va hokazo. N'ning kubi bo'lsa, bu esa n plus 1 taqsim 2 ning kvadrati. Bu esa kublar yig'indisi. Kublar yig'indisi uchun shu formula. Qarab turasizlar. Hop, qaysi misollarimiz shunday? 93, 94 shundaymi? Hop, aytaylikki 98 ni ishlaylik. Yo'q. Hop, 97 ni ishlaylik. 97 birdan boshlanmagan ekan. 20 ning kvadrati, 21 ning kvadrati, 22 ning kvadrati plus va hokazo plus 39 ning kvadratlari yig'indisini toping degan. Bizga mana bu formula birdan boshlanganda o'rinli. Tushunarli? Birinchi o'rinda birdan boshlangandan keyin topib olaylik. 1 ning kvadrati, 2 ning kvadrati va hokazo 39 ning kvadrati desam, n o'rnida necha kelyapti? 39. Demak, formulamizga ko'ra n plus 1 2n plus 1 taqsim necha edi? 6 edi. n o'rnida 39 kelsa 39 plus 1 2 ko'paytirilgan 39 plus 1 taqsim 2 6 39 ga 1 ni qo'shsak 40. Mana bu qancha bo'ladi? 78 mi? 78 ga 1 ni qo'shsam 79. Hop, qisqartirish uchun 6 ni 2 kere 3 deyin. Aytaylik 39 bilan 3 qisqarsa 13. 40 bilan 2 qisqarsa 20. Tushundingmi? Bu esa 260 bilan 79 ni ko'paytmasi bo'lib tursin shu yerda. Endi bizga 20 dan buyoq kerak. 19 gacha ayirib tashlashimiz kerak, to'g'rimi? Ikkinchi deylik. 1 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati va hokazo 19 ning kvadratigacha topib olaylik yig'indilarni. Demak, n o'rnida necha keladi? 19. 19 ga 1 ni qo'shsam 20. 2 kere 19 ga 1 ni qo'shsam 39. Taqsim 6 ni 2 bilan 3 deyin. Hop, 39 bilan bu qisqarsa 13. Bu ikkalasi qisqarsa 10. Hop, bu esa 19 ko'paytirilgan 130. Tushundingmi? Jami hammasidan 19 gacha bo'lganini ayirib tashlasam, so'ralgan ifoda kelib chiqadi. Demak, uchinchi jamimiz qancha chiqdi? 260 ko'paytirilgan 79 ayrilgan mana buchi 19 ko'paytirilgan 130. Mana bu 2 ko'paytirilgan 130 mi? 130 ni chiqarib olsak 2 kere 79 qoladi. Necha bo'ladi shu? Ha? 158 mi? 158 dan ayirib tashlaymiz 19 da. Demak, 130 ko'paytirilgan hop 9 bo'lsin. 139 mi? Baribir ko'paytirib ekanmiz. 10 qancha? 18.070. Shundaymi? Demakki, mana bu ifodalarning kvadratlar yig'indisi 18.070 ga kelar ekan. Bu kvadratlar yig'indisi uchun formula edi. Qarang. Mana bu 93, 94 larda o'zlaring bajara olasizlar endi. Birdan boshlanganda darrov kelib chiqadi. 95, 96, 97-misollar shu kvadratlar yig'indisi uchun formula. Xo'p, yozib qo'yasizlar. Iqtidorli o'quvchilar uchun misollarga o'tsak, 101-misolga qaraysiz. 101 da agar buni ko'paytirib chiqqan taqdiringda 2, 10, 24 bo'ladi, to'g'rimi? Biron qonuniyatga egami? Yo'q. Agar biron mana 2 ni chiqarib olaman desa, ikkalasidan 1 plus 5 bo'ladi, 6 bo'ladi. Keyingilarda chiqarib oladigan son ham yo'q. Hech qanday qonuniyat bilmaydi. Sal murakkab misol bu qarashda. Hop, xohlagan yana bitta usuli bor. Keyingisi 5 kere necha bo'ladi? Qara, mana 1 kere 2, 2 kere 5, 3 kere 8, 4 kere 11 bo'lyapti. 8 ning joyida turgan son 3 taga ortib ketyapti. Bittalab yozib chiqasan, qo'shib chiqsang bo'ladi ekan, qo'shib ko'paytirib. Tushunarlimi?
bittalab ya'ni umuman usul kelmasa senga xuddi shunday ketma-ketlikda yozib chiq. Shu 15 gacha. Hop, keyin qo'shsang bo'ladi. Yana bitta usuli qaraysizlar. Bir ko'paytirilgan mana bu 2 ni 3 minus 1 desam. 2 ko'paytirilgan 5 ni 6 minus 1. 3 ko'paytirilgan 8 ni 9 minus 1. 4 ko'paytirilgan 11 ni 12 minus 1 va hokazo. 15 ko'paytirilgan 44 ni 45 minus 1 desak. Qavslarni birin-birin ochib olsak. 1 kara 3, 3 mi? Minus 1. 2 kara 6, 12 minus 2. 3 kara 9, 27 minus 3. 48 minus 4 va hokazo. 15 kara 45 minus necha? 15. Aytaylik, mana bu 3, 12, 27, 48 va mana bu sonni ko'paytirib turinglar. Shularni отдельно yozib olaylik. 3 plus 12 plus 27 plus 48 va hokazo necha ekan? 600 aniqmi? Hop, 695 emasdir shu? Hop, yayra. 675. Endi mana bu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 va hokazo minus 15lardan manfiyni oldiga chiqarib olsak, har birining oldida ishora plusga aylanadimi? 1 plus 2 plus 3 plus va hokazo plus 15. Bu qiyin emas, to'g'rimi? Arifmetik progressiya. 1 plus 15 taqsim 2 ko'paytirilgan hadlar soni nechta? 15 ta. Bunisi bironta qonuniyatga egami? Ha, 3 ni chiqarib olsak bundan 1 plus 4 qoladimi? 4 ni 2 ning kvadrati desam. 3 kara necha? 9 mi? 3 ning kvadrati. Mana 16 qoladi joyda. 16 4 ning kvadrati va hokazo. Bu joyda necha qoladi? 225 qoladimi? 15 ning kvadrati. Plus minus ekan. Bu esa 1 plus 15 taqsim 2 ko'paytirilgan 15 ni bersin. Kvadratlar yig'indisi formulasi n plus 1, mana yerga yozaylik. n plus 1 2n plus 1 taqsim 6 midi? Joyga qo'yamiz. 3 ko'paytirilgan n ni qiymati 15. 15 ga 1 ni qo'shsam 16. 2 kara 15 ga 1 ni qo'shsam 31 taqsim 6 ni esa 2 kara 3 deylik. Hop, minus mana bu natija necha? 120 mi? Necha? Demak, 120 kelar ekan. Hop, 16 ni 2 ga bo'lsang 8. 15 ni 3 ga bo'lsang necha? 5. 3 larni qisqartirsak ham bo'lar ekan. Hop, shu natijani birdan yozaylik. 31 kara 3 93 mi? Hop, ko'paytiramiz 40 ta. 12 bir yoqda 36, 37. 3720 dan ayiraman 120. 3600. Natijaga kelar ekan. Shundaymi natijasi? Hop, tushunarli bo'lgan bo'lsa yozib qo'ying. 103-misolga qaraysiz. Demak, mana shu yig'indida har bir qo'shiluvchining ikkinchi ko'paytuvchisi bittaga kamaytirilsa, yig'indi qanchaga kamayadi? Har bir qo'shiluvchining ikkinchi ko'paytuvchi mana bu 4, 8, 12 va 120 mi? Shu bittaga kamaysa, 1 ko'paytirilgan 3, 2 ko'paytirilgan 7, 3 ko'paytirilgan 11 va hokazo bittaga kamaysa 119. U qanchaga kamaydi desa, bir-biridan nima qilib qo'yasiz? Ayirib qo'yasiz. Tushunarli? Bundan buni ayirsam, birlarini chiqarib olsam, 4 dan 3 ta ayirsam 1 plus bu ikkalasidan 2 ni chiqarib olsam, 8 dan 7 ni ayirsam 1, 3 ni chiqarib olsam, 12 dan 11 ni ayirsak 1 va hokazo. 30 ni chiqarib olsak, 120 dan 119 ayirsak 1. Demak, 1 plus 2 plus 3 plus va hokazo 30 gacha bo'lgan yig'indi qolib ketadi. 1 plus 30 taqsim 2 ko'paytirilgan hadlar soni 30 ta. 31 kara 15
degani hop 465 ikkida yozib qo'yasizlar.